qiziq bitta faktda ahamiyat bergan bo'lsanglar, bir ikkita erkaklar xuddi yubka kiyib yurgandek kiyib yuribdi-da. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga naq kiyib yuribdi? Ko'plar hayron bo'ladi, nimaga hindlarga o'xshab yubka kiyib yuribdi. Mana misol uchun mana bu erkak ko'rasizlarmi? Anaqa o'rab olgan. Nimaga shu o'rab olgan deb o'ylaysizlar? Shu Yevropalik bo'ladimi, boshqa joylik bo'ladimi? Bizani qadriyatlarimizni hurmat qiladigan insonlarda shortga shortida kirish mumkin emasligini bilib, uzun narsa kiyish kerakligini bilib, mana bunaqa shortining ustidan shuni o'rab olib kirib chiqyapti. Uyat bo'ladi, nito bo'ladi deyotgani yo'q. Mana hurmatimizni joyiga qo'yapti. Mana shortigini anaqasini yechdi, endi chiqib ketaveradi. Chunki bu Kolon masjidi. Masjidga yangi uzun kiyimda kirish kerak.